oblakada saqlanib bo'ldi. Endi buni oblakadan ko'rish uchun, ochish uchun mana bu knopka bosiladi va silkasini jo'natish uchun share'ga bosilganda va silkani kopirovat qilamiz. Mana bunda bo'ldi, ura kopirovat bo'ldi. Endi buni Telegramdan jo'natish uchun oddiy Telegramga mishkani o'ng tomonini bosib jo'natib yuboramiz. U tomondan o'sha doktor buni ochish uchun faqatgina silkani ustiga bosish kerak bo'ladi. Bu yoqda загрузка ketadi. Xo'p, загрузка to'lib bo'lgandan keyin endi buni oblakadan foydalari har qaysi kompyuterda ochishi va undan tashqari buni avtokanal degan funksiyasi bor. Avtokanalni bosganingizdan keyin yerni kanalni o'zi chizib beradi. Mana ko'rdingiz. Va точности juda yuqori. Bu tomondan ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi implant qo'ymoqchi bo'lgan doktorlarimizga bu yoqda brend degan joyi bor. Bu yoqda ham masalan etikli brend tanlanadi, etikli Ostem. Qaysi bu yoqda modeli ko'rsatilgan va bittasi tanlanadi. Tanlangandan keyin qaysi tishga qo'yish, etikli 36 ga qo'yamiz. 36 ga qo'yamiz. Xohlasangiz boshqasiga qo'yishingiz mumkin, tanlanadi. Va tanlangandan keyin bu yoqda mana buni ichiga qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Bu olib kelinadi va mana o'zlaringiz xohlagandek qo'yishlaringiz mumkin. Endi men одна etapni vыбор qilib qo'ydim. Xohlasangiz buni boshqachalarini vыбор qilsa bo'ladi. Kattaroq razmerini. Mana. Men bu yoqda уже boshqacharoq ko'rinyapti. Mana olib keldim. Implantni qo'yish uchun bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Oson narsa. Bazasi ham bir martaga chiqadi. Bu yoqda qiyin joyi yo'q. Keyin yana bitta joyi ko'pchilikda bir xil payt sun'iy intellekt adashib qoladi va sun'iy intellekt adashganida mana bu dugani noto'g'ri chizadi. Dugani noto'g'ri chizgani hisobiga mana bu panoramni rentgeni tiniq chiqmaydi. O'sha payt ruchnoy o'zlaringiz chizganlaringiz ma'qul bo'ladi. Unda mana bu knopka bosiladi. O'zini o'sha chizgani o'chiriladi va boshidan chiziladi. Bittalab yaqinroq olib kelaman. Mana iloji bo'lsa suyakni o'rtasi bilan olib kelganlaringiz kichkina bitta olib kelganlaringiz ma'qul va oxirida mana bu yoqda tugatib qo'yasizlar. Ishga 2 marta bosilganidan keyin bu yoqda avtomatik mana ko'rganlaringizdek chiqadi. Juda oson.